Ha, qara. Zo'rda jaydarlar. Tez tugaydi. Mana buni qara. Xullas kalom 13 ta. Narxini gapiring endi Baxtiyor aka. 10 pul yo'q, 110 ming qilib beraman. O'ntasi holatda 13 ta so'yilish kerak. 108 ming qilib bering, Padret. Yo'q. 10 mingdan 10 kilo yo'q, o'zim rozi bo'lib aytdim senga. Bular siylab bermaysiz? Yo'q. Tigab aytaymi bo'lmasa? 10 kilodan oshig'ini mayli senga siylab beraman. Yo'q, to'xtab turing, gap eshitib turing. 110 mingdan gap eshitding. 10 kilodan yog'i oshig'ini siylab berasiz. Hech bo'la olmaysiz bo'ladimi? Shunisiga yura olasizmi xatiyaba? 10 kilo rovni yog'i qo'yiladi, har bittasini. Qolgan yog'lari ziboyga o'tadi. Nimalariga hech narsasiga tegmaysiz. Men sizdan dumlarini, biqinlarini o'zim shashligiga qilyapman. Kafega, dum sho'rvaga. Nima deysiz, barakam aka? Alloh barakasi bersin. 13 tasi baraka bo'ldi. Xudo xolasa. Jaydari, mesni, sog'lom mollar, toza yemga boqilgan. Bizda zo'ridan zo'ri yengil baraka bo'ladi. 13 ta mol baraka. Xudo xolasa hamma sizlar uchun. Kafega shuni biqinlarini jazlaga, qiymalaga zo'r ketadi. Ha, mana qoramini ham olanib berib berasiz bugun. Chin ko'ngildan barakam aka, rozimisiz? Alloh barakasini bersin. Zo'r.